mana shunaqa muzlatilgan mahsulotlar bor. Buyog'i mana tortlar, hamma narsa bor. Mana muzlatilgan mahsulotlar. O'ylaydi. Halol mahsulotlar ham bor. Non qimmat ekan. Non $1, ha, qimmat non. Lekin eng arzoni bu. Studenskiy. Men guruch olishim kerak. Ana yerdan guruch olamiz. Osh qilaman-da ko'proq. Bitta guruch olib qo'ysam, ancha yeymiz. 5 kilolikdan olamiz. $9 ga. 5 kilo emas bu o'zi. Kiloda ozroq chiqishi kerak bu. Necha 230 gram ekan. 230 gram. Mana shu yerda halol ramyonlar bor edi. Indoneziyadan. Qaysi ma'qul o'qish uchun. O'qish uchun sizni universitetingiz bor shtat yaxshi. Siz tanlagan universitetingiz zo'r universitet grant bersa, 100% grant bersa sizga va siz o'sha borayotgan universitetingiz yaxshi bo'lsa, o'sha shtat yaxshi. Mayonez olishimiz kerak. Mayonez 2 xil bor. Mayonez qaychida olamiz narigi tomondan. Mana makarollar. Go'shtlar bu yerda halol emas. Costcoda halol go'sht bor. Baholasi hech kim esimdan chiqmadi. Bu yerda ziravorlar, yog'lar, nima narsam bor. Suv olamiz. Hozir anetdan qimmatga. Qimmat emas, endi Amerikaning holatiga qimmat. Mana aka olibdilar-ku, pastlarga qo'yib, biz ham shu suvdan olamiz hozir. Suvlar sekshiniga keldik. Mana suvlarni mana shundan olamiz. Mana 40 talikdan olamiz. Bizga bu nechga tushadi? Pashti $6, 5-60 mana. Mana shu 40 talikdan olamiz. Amerikaga kelgandan beri faqat shunaqa ichaman. Amerikaliklar vodoprovoddan primoy suv ichmaydi. Amerikaliklar vodoprovoddan primoy suv ichmaydi. Faqat mana shunaqa suv ichadi. Koreyada yurganimda ham vodoprovoddan suv ichmasdik. Faqat mana shunaqa joylardan ichardik, olardik. Mana shu qulay bizga. Bitta olsam o'zimga 2 haftaga yetadi mana shu 40 tasi. Bunaqa ko'p suv ichmayman-da. Odamning ko'pligini-chi. Bu yog'i shokolad ekan. Endi sal AQShdagi bojxona siyosatiga, takslargami, tariflarga, taks deyman. Tariflarga siyosatimiz juda salbiy bizga. Munosabatimiz juda yomon. Juda yomon. O'shani hisobiga hamma narsalar narxlar qimmat mana. Endi qaysidir ma'noda yaxshi narsa bu.